Xitoy Kommunist Partiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarni rahimsizlarcha bostirish qilmishi xalqaro jamiyatning javobgarlik mas'uliyatini surishtirish qiziq nuqtasiga aylanib, atalmish Xinjiang sekretari Qin Chuango qatorliq jallod amaldorlar Amerika tarafidan jazolangan edi. Bir necha kun ilgari Xi Jinping atalmish Xinjiang boshqarish yig'inida 8 ching turishni qayta tilga olib, qattiq siyosatning o'zgarmaydiganligini ko'rsatdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasi doimiy komitetining 7 a'zosining birli vaqtda yig'inga qatnashishi atalmish kollektiv mas'uliyatni ustiga olish ma'nosini bildirmoqda. 25 sentabrdan 26 sentabrgacha Xitoy Kompartiyasining yuqori darajali rahbarlari 3-qatim Xinjiang xizmat yig'ini o'tkazib, 7 doimiy komitet a'zolarining hammasi to'liq qatnashgan. Hukumat taratqullarining xabariga qaraganda Xi Jinping so'zida oldi bilan atalmish Xinjiangning misli ko'rilmagan muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilganligini jakarlab, partiyaning Xinjiangni boshqarish strategiyasining butunlay to'g'ri ekanligini, uzun muddat chang turish kerakligini talab qilgan. Xi Jinping yana atalmish islom dinini xitoychalashtirishni ta'kidlab, atalmish Xinjiang strategiyasining 8 chang turishni o'tirib qo'yib, atalmish Xitoy milliy jamiyatining bir tutash engini turg'izishni, har darajalik amaldorlarning markaziy hukumat bilan bir safda turishini, shundaqla sodiq oz-sonliq amaldorlarni tarbiyalashni talab qildi. Xitoy Kompartiyasining markaziy televiziya stansiyasi tarqatgan 18 minutlik sinalg'ida asosan Xi Jinping so'z qilgan. Boshqalar bo'lsa anglab xatir qoldirgan. Xitoy Kompartiyasining tunji Xinjiang xizmat munbiri yig'ini 2010-yili Hojintao hokimiyat yurgizganda o'tkazilgan. 2014-yili Xi Jinping ikkinchi qatimliq yig'inni o'tkazgan. Xitoy Kompartiyasi doimiy komitetining barliq a'zolari oldingi ikki qatimliq suhbat yig'iniga to'liq qatnashgan. Xitoy virus tarqalgandan buyon Xitoy partiya taratqullarining xabarlarida Xitoy Kompartiyasi doimiy komitetining 7 a'zosining hammasining qatnashishi ko'rinarli azaygan. Ammo atalmish Xinjiangni boshqarish yig'iniga 7 a'zosining to'liq qatnashishi bu yig'inning muhimligini ko'rsatgan. Navbatda Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquqi ziyonkashlik qilishi xalqaroning diqqat markaziga aylanib, Amerika Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlar, hukumat organlari va korxonalarga orqa-orqadan yurgizilgan jazodan keyin Yevropa birlashmasi va Fransiya ham Sharq Turkistondagi kishilik huquqi ziyonkashlik qilgan jinoyatlarni tekshirishni oshkor talab qilishga boshlagan.